Zilapam, bariatrik diyetolog. Assalomu alaykum. Zilapa, sizga savollarim bor. Men operatsiya qildirdim oshqozonimni. Mana shu narsalarni men hali tushunmayman uncha. Vrachlar aytishdiki, mana shundan ichib yuring deyishdi. Bularni menga tushuntirib bering, nimaligini, qanaqaligini. Bu biologik добавкалар. Bular albatta ichilishi kerak. Nimagaki? Bariatriya operatsiyadan keyin o'zini tiklash uchun, vitaminsizlashmasligi uchun, vitamin tanqisligi bo'lmasligi uchun ichish kerak. Chunki posle operatsiya kam ovqat yeymiz. Kam ovqat bilan birga kirmaydi vitaminlar. Boshqa davlatdan chaqirtirsam men o'zim uchun yo ko'chadan olsam shu narsalarni. Menga shu narsa yaxshi bo'ladimi boshqachasi bo'lsa yoki? Boshqachasini biz hali tajribadan o'tkazmaganmiz. Buni har doim ichib yuribmiz. Где-то 2,5 yildan beri shu ichiladi. Men o'zim ham bariatrik bo'lganman, bilasiz, o'zim ichganman. Hamma bemorlarimiz shundan ichib yuradi. Boshqalari bu sportsmenlarga bo'lishi mumkin. O'zini qanaqadir sog'lig'ini tiklash uchun bo'lishi mumkin. Bizga aynan bariatriklar uchun ishlab chiqarilgan bat. Bo'ldi, unda men faqat siz bilan ishlayman. Men o'zim uchun bariatrik diyetolog tanladim, qizlar. Mana ism qo'ydim o'zim bu kishiga, bariatrik diyetolog. Hali O'zbekistonda bunaqa diyetolog yo'q. Mana bitta bariatrik diyetolog deyilyapman. Hozir IDlarini kollaboratsiya qilib qo'yaman. Tez o'tib, nima savolinglar bo'lsa Dilapamdan so'raverasizlar. Menga Dilapa ko'p odam hechkamga yozyapti. Polvonoy operatsiya qildirdingiz, qanaqa nima u yoq deb. Lekin men ko'psiga javob beryapman. Javob bera olmay qolganlarim ko'p. Dilapamni profillariga kirasizlar. Mana shu klinikada ishlaydilar qizlar. Hamma yo'qni Dilapamdan so'rab olasizlar. Men bugundan boshlab Dilapam bilan ishlayman. Bariatrik diyetolog, всё, ismlari, profillari. Siz bilan ishlashdan juda ham xursandman. Bemalol xohlagan savollari bo'lsa javob berishga harakat qilaman. Xo'p, qizlar yozishadi. Hamma yog'ingiz ochiqmi profillar? Hamma yog'im ochiq. Bo'ldi. Qizlar bemalol murojaat qilasizlar. Mana shu klinikada ishlaydilar. Qaysi savol-javob bo'lsa so'raverasizlar.